Qo'shning tinch, sen tinch degan gapni eshitgan bo'lsangiz kerak. Bugun Angren shahar 6 dahasida bir xonali kvartirani obzorga kelganmiz. Nimaga ushbu gap bilan boshladim? Chunki uyimiz 6 da prokuraturani to'g'risida 6 uchastka punktini to'g'risida joylashgan 10-domdamiz. Xo'p, bu mana katta eshigimiz. Katta eshikdan shundoq kirib kelganimizda yuqorisida mana shkaflarimiz bor. Shkafcha eski, misol uchun oyoq kiyimlar yo bo'lmasa qishki boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Yengilroq shunaqa narsalar qo'yib qo'ysa bo'ladi. Prixoshkamizni ham ko'rishlaringiz mumkin. Ancha katta holatda, mana balandliklari ham baland. Bundan keyin kirganda oyoq kiyimlarni qo'yib, ichkariga kiradigan bo'lsak, bu yoqda dushovoyimiz, sanuzelimiz, xo'p, undan keyin to'g'rida oshxonamiz bor va bu yoqda mana zalimiz bor. Xo'p, qisqa obzorni boshlaymiz unda. Birinchi mana shu hojatxonadan, sanuzeldan boshlaymiz. Sanuzelga kirib turib qaraydigan bo'lsak, uy egalari o'zimiz yashaymiz deb chiroyli qilib remont qilib qo'yishgan ekan. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana banilari, hojatxona remontlari yaxshi holatda. Akamiz o'zi yashayman deb qilgan ekan. Devorlari ham shpaklyovkalar tortilib, emulsiyalar qilingan. Hop, bundan to'g'riga o'tadigan bo'lsak, endi oshxonamiz mana. Oshxonamiz ham kengina, kattagina holatda. Bu yoqqa oshxona garniturlari, kuxnya garniturlari olib kelib joylashtirsa bo'ladi. Yana ham chiroyli holatda, gazlar, suvdan muammosi yo'q. Mazza qilib mana kattagina, kengina, oynalarimiz ham akfa. Katta holatda mazza qilib yashasa bo'ladigan joyi. Ayollarimiz kengina joyda narsalarni pishirib, boshqa narsa qilishi mumkin. Bu tashqari mana ko'rishlaringiz mumkin. Atrofimiz ham daraxtlardan iborat, mazza, shovqin yo'q. Shahar o'rtasida bo'lsa ham tinch. Chunki daraxtlar yopib turibdi. Bundan keyin endi asosiy zalimizga o'tamiz. Asosiy zalimiz mana yashash uchun. Bu yoqda televizorlar ilib qo'yilgan, Wi-Fi'lari bor. Hop, bu zalimiz 5,5 ga 3 holatda ekan. Ko'rib turibsiz, bu yoqda ham o'sha ta'mirlab chiroyli qilib qo'yilgan emulsiyalar qilib turib, uyimiz katta, bu yoqda ham oyna, kattagina oynasi bor. Pardani oladigan bo'lsak, yorug' bo'lib turadi. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana aylanasiga ko'rsatadigan bo'lsak ham tegalar qo'yib, yuqorilariga ham mana katta holatda qilib qo'yilgan. Mazza qilib yashasa bo'ladigan. Xo'p, bundan keyin endi balkon qismiga o'tadigan bo'lsak, mana balkonimiz. Balkon ham 1,5 ga 6 holatda joylashgan. Bu yoqda hozir narsalar turibdi. Uzunligi 6, bu yoqda mana shkaflari bilan. Bu tomonda ham xuddi shunaqa balkonimizda ham mazza qilib turib, bolalaringiz bo'ladigan bo'lsa, mana dvor juda ham katta. Bu tomonda ham xuddi shunaqa uchastka nazorati punkti bor. Mana bu domimizning orqasida esa bog'cha. Bundan yonida maktablarimiz ham bor. Mazza qilib turib kelib, o'sha kichkina bolasi bor, hali yosh oilalar uchun ayni muddao bo'ladigan uy. Ayniqsa o'sha romantika deydigan holatda mana quyosh botishini ko'rib o'tirsa bo'ladigan joyi. Xo'p. Bu uyimiz bo'yicha aytiladigan gaplar, orientirlar aytib o'tdik. O'sha Sokin supermarketi, Grand supermarketlari yaqin atrofimizda. Bundan tashqari o'sha hozirgi istirohat bog'i desak ham bo'ladi, yonginasida joylashgan maktab, bog'chalar hammasi yaqin atrofimizda. Uyimizda narxiga keladigan bo'lsak, akamiz 18,900 so'rayapti. Shoshilinch bo'lgani uchun ozroq o'tib beradigan, sunnatiga o'tib beradigan joylarimiz bor deyishdi, lekin zudlik bilan sotish o'zlari uchun yashashga qilingan-ku. Pul kerak bo'lgani uchun sotyapti ekan. Pastdagi raqamlarga telefon qilib turib, opisaniyadagi qo'shimcha ma'lumotlarni yana ham to'liqroq olsalaringiz bo'ladi. Bir xonali uy qidirib yurgan tanishlarimizga videoni jo'natib qo'yamiz. YouTube'dagi juda ko'pchilik insonlar obuna bo'lmasdan kuzatyapti ekan. Agar obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsangiz, Angren shahridan bundan ham hali ko'proq videolarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Uy olmoqchi bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'yadigan bo'lsangiz, ancha savob ish qilgan bo'lasiz. 18,900 ga uy olmoqchi bo'lgan tanishlarimizga videoni jo'natib qo'yamiz. Xudo xolasa, kimgadir balki yangi uy olishga sababchi bo'lib qolarsiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha